Assalomu alaykum qadrli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Mana Galoboy yeldi dahshati desak ham bo'ladi. Mana Galoboy yeldi 13 yashar Galoboy elimizni ko'chirdik. Juda ham go'zal holatda. Buni hozir Chinobodga ekib beriladi. Chinobodga rangini qaranglar, juda ham toza. Bo'ylarini. Qadrli obunachilar, videoga bitta like bosib qo'yamiz. Galoboy elni ishqibozlarga tashab qo'yamiz mana. Like bosish esdan chiqmasin. Qadrli obunachilar, gigant narsamiz yuklash jarayoni mana. Ancha qiyin bo'ldi, olib chiqish ham, kattarchi shunaqa qiyin edi, ko'pchilikni ovora qiladi. Olmani, olma ko'chatdan ol.